Anomaliya kasalligi bo'lgan. Bu anomaliya kasalligi tug'ma jon sanoq keng bog'lamini, keng tug'ma anomaliyasi son suyoq chanoq son bo'g'inidan yig'ilishini cheklanishi. Qizimizda oyog'i mana shu oyog'i unda qorniga bormasdi, faqat ochilib ketardi. Mana hozir kunda ikkala tarafini ham operatsiya qildik. Mana operatsiyada keyingi chandiq mana. Endi qizimiz mana endi qorniga borishini qaraydi. Mana qorniga to'liq boryapti. Bunisi ham mana ikkalasi ham to'liq qorniga boryapti. Ochilishi yaxshi o'z mana shu qorniga bormasdi. Oldin qorniga bormasdan shunday ochilib ketardi. Mana endi hozir operatsiyadan keyin to'liq qorniga boryapti. Endi qizim o'zingiz bitta o'tirib turib ko'rsatib bering. Oldin qarab o'tirasiz, oyog'ingizni juq qiling. Endi o'tirib turing. Ana mana shunaqa o'tirib turish yo'q edi. Hozir bemalol mana o'tirib turyapti. Mana hamma mashqlar ikkinchi operatsiyasini qilganimizga 1 oy bo'ldi. Mana hozir juda yaxshi. Endi anga o'ting, oyog'ingizni juq qilib, tovoningizni ko'tarmasdan o'tiring. O'zbekcha mana nima o'tirishlar? Mana shu holat. Nihoyatda yaxshi. Oyog'ingiz oldingidan yaxshimi? Zo'r bo'ldimi? Oldin o'tira olmasdingiz. Endi yaxshi o'tiryapsiz. Operatsiya qilganimiz yaxshi bo'ldimi? Oyog'ingiz yaxshimi? Endi chiroyli qoldimi? Nima deyish kerak? Rahmat. O, yaxshi.